Tak, bizlarda hamma ovqat 25 ming so'm. Porsi, non, choy ichimda. Qarang. Chuchvara bor. Chuchvara bo'rak deymizmi? Non, choy ichida 25 ming so'm. Pilmin bor. Non, choy ichida 25 ming so'm. Tuxum bo'rak bor. Mayak bo'rak deymizmi? Shu bor, u ham 25 ming so'm porsi, non, choy ichida. Keyin so'msa bor. Bo'lsa xalqqa olsin deb 5 ming so'mdan qilib qo'yibmiz. Keyin manti bor. Bo'lsa xalqqa olsin deb u ham 25 ming so'm qilib qo'yibmiz. Qatig'i bor, noni bor. 25 ming so'm porsi. Endi misol pilminlar bor. Pilminni to'yga zakaz qiladigan bo'lsangiz, zakaz ham olaveramiz. Misol uydan chiqmay o'tirib ham uyda ovqatlansangiz bo'ladi. Bizga telefon qilasiz. Ekranlarda nomerni qoldiraman. Bizga telefon qilasiz. Misol 2 kilo pilmin kerak, yo 3 kilo bo'rak kerak deb telefon qilsangizlar, men sizlarga dasturga qilib shaxsan o'zim yetkazib beraman. Keyin agar kimgadir osh kerak bo'lsa, qanaqa ovqat kerak bo'lsa, telefonlashsangizlar, telefon orqali biz zakaz olib, shunga qarab sizlarga dasturga qilib yetkazib beraman. Endi sizlarga adresni aytadigan bo'lsam, Nukus qalasi hozir ko'rsataman, qayerlarga joylashgan adresni, lokatsiyani. Kurtkulskiy yoqdan kelganda menda Svetlana bozor bor. Shundan o'tasiz. O'tgandan keyin nima ko'rasizlarmi? Svetofor. Svetofordan ozgina o'tasiz. O'tib bunday qarasangiz, mana bu yerda Mir apteka bor. Shu bilan ro'para. Bu yerda birkas turibdi, mana ko'rsataman. Mana ko'rasizmi? Mang'it somsa deb yozib qo'ydim. Bunday qilib kirib kelaverasiz. Mana. Shu yerga ochildi. Kelaverasizlar bemalol.